Yurtimizda qishloq xo'jaligi tarmog'ida muhim ahamiyatga ega bo'lgan paxta yig'im-terimi mavsumiga har yili puxta tayyorgarlik ko'riladi. Shu bois viloyatimizda ham bu yilgi mavsum uchun mavjud texnika va infratuzilma imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, terimni belgilangan muddatlarda yakunlash maqsadida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda keng ko'lamli o'rganishlar olib borilmoqda. Paxta terimi mavsumiga jalb etilgan texnikalarning texnik holati ko'zdan kechirilib, ularning xavfsizlik qoidalariga rioya etilishi nazorat qilinmoqda. Xususan, viloyatda mavsumga tayyorgarlik doirasida jami 1190 dona transport traktor, 2273 dona tirkama va boshqa turdagi texnika vositalari to'liq jalb etildi. Paxta terimining samaradorligini oshirish maqsadida Mingbuloq tumaniga 40 ta zamonaviy yuqori quvvatga ega paxta terish kombayni, 245 ta traktor va 482 ta tirkama texnika jalb etilgan. Mazkur kombaynlar kuniga o'rtacha 20-40 tonnagacha paxta terish imkoniyatiga ega bo'lib, ularning faoliyati yildan yilga terimning sifatli, tezkor va kam mehnat sarfli bo'lishi ta'minlanmoqda. Shuningdek, ro'yxatdan o'tmagan yuk tashuvchi traktorlar uchun vaqtinchalik davlat raqam belgilarini berish tizimi ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu orqali paxta qabul qilish punktlarida shaffoflikni oshirish, har bir kilogramm hosilining hisob-kitobini aniq yuritish maqsad qilingan. Viloyatimizda 2025-yil hosili uchun yetishtirilgan paxta hosilini qabul qilish maskanlariga tashishda 1190 ta transport traktorlari, 2273 ta traktor tirkamalarini qatnashishi rejalashtirilgan. Mavsumda qatnashadigan traktorlar va traktor tirkamalarini markazlashgan holda 28 ta ta'mirlash maskanlariga jamlab ta'mirlash ishlari tashkil etildi. Bugungi kunda 100% texnikalarimiz mavsumga shay holatga keltirildi. Bugungi kunda viloyat hududida 27 ta paxta qabul qilish punkti faoliyat yuritmoqda. Mazkur punktlar zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan agrotarozi, hosil qabuli va agrodoks axborot tizimlari bilan to'liq integratsiya qilingan. Bu tizimlar orqali paxta qabul qilish, yetkazib berilgan hosilning vaznini aniq o'lchash, elektron hisob yuritish va tegishli hisobotlarni shakllantirish imkoniyatlari yaratilgan. Viloyatimizdagi har bitta paxta qabul qilish maskanlariga O'zagroinspeksiya xodimlari tomonidan arbitraj guruhlari tashkil qilingan bo'lib, ularga malakali mutaxassislar biriktirilgan. Ularning vazifalari fermer xo'jaliklari, paxta topshiruvchilar hamda xo'jalik yuritish subyektlari o'rtasidagi nizolarni vaqtida shaffoflik bilan bartaraf etishga qaratilgan. O'zagroinspeksiya xodimlari doimiy nazoratda paxta qabul qilish mavsumini o'tkazmoqdamiz. Yuqorida qayd etilgan barcha tadbirlar paxta yig'im terimini tashkiliy jihatdan puxta yo'lga qo'yish, mavsum davomida texnika va inson resurslaridan samarali foydalanish, hosilni belgilangan muddatlarda sifatli va to'liq yig'ib olishni ta'minlashga xizmat qilmoqda.